Evo ljudi, da vidite kako izgleda punjač za terminatora. Ovdje se inače terminator puni, kako to izgleda, sad ću ja da punim. Samo, peškir sam zaboravio. Bu videoni ko'pchilik ko'rdi. Xayolga keladigan birinchi narsa suv isitgichni teni ishdan chiqqan, yorilgan, uzilgan, xullas suvga tok o'tkazyapti. Elektr toki har doim qayerdan kelyapti, o'sha yoqqa qaytib borishga harakat qiladi. Bu holatda ham suv isitgichni teni ishdan chiqqan. Tokimiz ten orqali suvga, suvdan dushni shlangiga, dushni shlangidan chugunli vannaga, vannadan temir quvurlar orqali yerga, yerdan esa tok kelayotgan transformatorning podstansiyaga boryapti tokimiz. Yigitni tok urmaganiga kelsa agar, omadi kelib qarshilik yetarlicha bo'lgan tok harakatlanmasligi uchun. Xudo qilmasdan vannaga yuvinishni boshlagan vaqtda shu narsa sodir bo'lganda hayotdan ko'z yumishi hech narsa emas edi. Bunday vaziyatda o'zimizni qanday himoya qilsak bo'ladi? Elektr ishimizda uzuv avtomati qo'yish kerak bo'ladi. Uzuv avtomatlari bizni tok urishdan himoya qiladi. Bu qanaqa qurilma, qanday ishlaydi, qanday ulanishiga qiziqayotgan bo'lsangiz, YouTube'dagi kanalimizga o'tsangiz, batafsil bir nechta videolarda tushuntirganman bu narsani. Bundan tashqari boylerlar uchun maxsus vilkali uzovlar ham sotiladi. Ba'zilarda o'zi bilan keladi, ba'zilarda alohida qo'yishga to'g'ri keladi, bo'lmasa agar. Savollar qolgan bo'lsa, Telegramda guruhimiz bor. Menga o'xshagan elektriklar ko'p. Savollaringizga tezroq javob topasizlar. Undan tashqari elektrikka oid ma'lumotlar Telegram kanalimizda.